Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi video roligimda men sizlarga MetaTrader 5 taqdim etaman. Mana shu prilojeniyamiz. Bu prilojeniya traderlar uchun albatta. Traderlar kimsalaring. Men Telegram kanal ochganman. Traderlar uchun alohida darslar bor, hamma narsa bor. Shu kirib darslar o'rgansalaring bo'ladi. Albatta bu darslar meniki emas, lekin har xilidan olib o'sha darslarni qo'yganman. Har xil kanallardan olib. Eng yiriklari shu yerda bor. Kirib ko'rsalaring bo'ladi. Birinchi o'rinda biz bu prilojeniyani tortib olamiz va ichiga kiramiz. Kirganimizda bizda shunaqa narsa paydo bo'ladi. Biz принятni bosishimiz kerak. Keyingisida bizda mana shunaqa narsa paydo bo'ladi va открыть счет hozir загрузка bo'lyapti. Открыть счетimiz havaring bo'lib qolishi kerak. Mana shunaqa bo'lib havaring bo'lib qoladi va biz открыть счетni bosamiz. Va bizga shunaqa narsa chiqadi. Mana shunaqa joy chiqadi. Biz bu yerga narsalar to'ldirishimiz kerak. Masalan, imya degan joyga ismimizni, familiya degan joyga familiyamizni, batga tug'ilgan kunimiz, oyimiz, yilimizni. Siz 18 yoshdan oshgan bo'lishingiz kerak. Lekin siz bitta ijtimoiy belgilab bermaydi. Siz masalan, nima desam bo'ladi? Bu yüzden katta yillardan tanlab olib boshqa ismlar qo'yib yuborsangiz ham bo'laveradi. Bu ijtimoiy sizlarga qo'rqinchli narsa paydo qilmaydi hayotingizda. Telefon nomerda ham yo o'zingiznikini yo birorkimnikini ulab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Любой. Ichini tozalab tashlab yana boshqa nomer ulasangiz ham bo'laveradi. Bu yerga emailingiz bularni hozir keyin pastdagilarga tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda men ismim, familiyamni yozib olaman hozir. Bo'ldi do'stlar, biz davom etamiz. Yozib bo'lganimizdan keyin mana bu data rождения turibdi. Shu выбирать ustiga bosamiz. Выбрать. Выбрать bosganimizda bizda shunaqa narsa chiqadi va biz yilimizni yo 2008 yo o'zimizga mos yil tanlab olishimiz kerak. Meni yilim 2010 bo'lgani uchun, meni yilim hozir yo'q. 18 yoshdan oshgan bo'lishingiz kerak bu prilojeniyani ishlatish uchun. Lekin biz hozir demo shotdan foydalanamiz. Demo shot nima-yu, hammasini o'sha Telegramdagi kanalimdagi darslarda bor. Ko'rsalaring bo'ladi. Men hozir esimda qolish uchun 01 2001 qilaman. Oson data rождения kalbi. Endi bu yerga nomer yozib olamiz. Men o'zimni nomerimni yozib qo'yibman, lekin boshqa nomer yozsangiz ham bo'laveradi. Nomerni ustiga bosib yozaverasiz, hozir yozib qo'ying. Tak do'stlar, men уже nomer yozib bo'ldim. Endi esa biz email kiritishimiz kerak. Mana shu email. Shuni ustiga bossalaring, email chiqadi. Qaysi emailingizni kiritasiz? Email degani bu Google accountingiz degani. Google accountingiz bo'lsa, sirasi chiqib keladi o'zi. Ustiga bosishingiz bilan chiqib keladi. Hozir ko'rsataman. Tak do'stlar, bo'ldi. Biz bu yerga telefon raqami yozdik. Mana bu yerga email yozdik. Mana hozir ko'rsataman. Mana shu yerga telefon raqami yozdik. Bu yerga email-laringizni yozasizlar, Google accountlaringizni nomini. Shu bilan endi pastga tushirishimiz kerak. Hozir pastga tushamiz. Tak do'stlar, biz pastga tushib oldik. Endi esa biz mana принять tugmachasini bosib qo'yishimiz kerak. Принятdan keyin mana o'zimizga valyuta tanlaymiz. Ya qancha komissiya olishimizni tanlaymiz. O'zimizga kreditni плечо. Shuni olamiz. Shuni ustiga bossak o'zi eng minimumi 3000, qolgani $100,000 shunaqalardan oshiq. Bu o'sha prilojeniyani ichida beriladigan traderlar o'zini sinab ko'rish uchun beriladigan ichidagi summa. Bu yo'qotsangiz ham ishtima qilmaydi, ko'paytirsangiz ham baribir yechib ham bo'lmaydi. Bu o'zingizni sinab ko'rish uchun, bilimingizni sinab ko'rish uchun bozorda beriladigan o'zini summasi. Biz принятni bosib, mana shuni bosib olamiz hozir. Tak do'stlar, biz mana 3000 likni oldik. $3000. Endi принятni bosdik. Endi zaregistratsiya bosamiz. Oxirisi bo'ldi shu. Shuni bosganimizdan keyin bizda mana shunaqa joy paydo bo'ladi. Bosdik, o'zi shunaqa joyga o'tdi. Bo'ldi, akkauntimiz yaratildi, как-бы demo shot faqat. Demoligini qatdan bilsa mana bu. Agar real shotda ishlab turganlar o'zi haqiqiy pul topish boshlagan bo'ladi. Ulardagi nima bo'ladi? Как-бы demo emas, real bo'ladi. Gatovani bosamiz, bo'ldi. Mana shu yerda turgan gatovani bosishimiz kerak. Va parol bunaqalar ko'rishlaring mumkin, bu demo shot. Tak do'stlar, bo'ldi, bozorga biz kirib oldik. Endi bozor sortirovka qilamiz. Qanaqa sortirovka qilamiz? Masalan, qalamchani bosib olamiz.
Mas qalamchani ko'rsataman sizlarga. Birinchi kirganlar baribir tushunmay, mana bu yerda chekkada qalamcha bor. Shuni bosishimiz kerak do'stlar. Bosamiz va valyutalarni o'chirib tashlaymiz. O'zimizga kerakli olib qolamiz. O'chirganimizdan keyin o'zimizga kerak desa USD card, major parasi, out USD, bu ham major parasi. Endi USD Japon, GPY, bu ham major parasi, Euro USD, bu ham major parasi. Endi bitta cross parasi ham olib qolishimiz kerak. Lekin bizda cross parasi yo'q ekan bitta. Shuning uchun biz o'zimizga kerakli belgilab oldik va bittachkani bosamiz chekkadagi. Bo'ldi. O'zimizga kerakli paralar qoldi, qolganlari udalit ketadi. Udalit qilmoqman. Mana shuni qoldiraylik, yetadi uchun hozir. Men bat korzinkani tashlaysizlar, udalit ketadi. Bo'ldi, bizda bitta bozor qoldi. Endi buni chartini bosib ochasizlar bozorni. Ochganlaringda bozor shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni bosib pastlayman, barda bosib. Mana. Biz do'stlar bozorga esonaman kirib oldik. Endi biz buni bemalol o'zimiz strategiyalarimiz bo'yicha, bilimimiz bo'yicha bemalol savdo qilsak bo'laveradi bozorda. Mana $3000 akkaunt ochildi, bo'ldi. Xudo xolasa 18 yoshga to'lib olgunlaringcha, ungacha men ham to'laman, o'zimni real shotda sinayman, hali yaxshi trader bo'lib ketaman va sizlarga ham omad tilab qolaman. Hali sizlarga o'zim real shot ochishni ham o'rgataman. Xudo xolasa real shotda ham ishlaysizlar hali. Faqat darslar tashab qo'ymanglar va davom etinglar. Traderlik bu meni sohalarimning yana bittasi. Hammaga xayr do'stlar. Zaratim ham kam qoldi.